Uzdil HTML dersiga 32-ci qism XHTML elementleri. Bu derslikni oldingi qitimliq darsligimizdami mazmunlarni so'zlab o'tdik. Bu asosliq XHTML elementlarining grammatik qoidasi, bu 4 qoidaninki amaliy misollarini ko'rib o'taylik. Birinchi, XHTML elementi cho'qim to'g'ri singdirilishi kerak. Deganda, masalan, bu xat kuchning mazmuni bo'lsa, buningki bir tarafida yanto xat kuchninki boshlanish xat kuchi, yan bir tarafida tom xat kuchninki oxirlash xat kuchi manda holatda kasb bo'lmaydi. Cho'qim bir boshlanish xat kuchi, oxirlash xat kuchi, o'ttirdi mazmun, holat bo'lish kerak. Agar ko'plagan xat kuchni ishlatgan vaqtimizda u xat kuch masalda ikki tarafga kelish kerak. İkinci XHTML elementi cho'qim ichilgandan keyin yepilish kerak. İchilish va yepilish xat kuchi va xat kuchlarga nisbatan unda oxirlash xat kuchini, ya'ni yepilish xat kuchini bunda yozmay holat yozish xato. Cho'qim buni ochgandan keyin yepish kerak. Andan keyin yepilish xat kuchi yo'q, masalan, BR, HR rasm xat kuchiga qatorliq xat kuchlar to'g'ri kelib qolganda, buni biz bir bo'sh o'rin hem bir yanto'sizlikni yozish orqali ma'qul holatda buningki yepilganligini ifodalashimiz kerak. Üçüncüsü HTML elementi cho'qim kichik yozilishi kerak. Sizlar ustidagi kodda body'dagi ma'lumot cho'ng yozilgan, p xat kuchim cho'ng yozilgan. Biz cho'qim buni kichik holatda yozishimiz kerak. To'rtinchi, XHTML cho'qim bir asosiy element bo'lishi kerak. Bu asosiy elementniki nima deganda biz oldida so'zlab o'tgan barliq xat kuchlar bir asosiy element hisoblandi. Shuningdan birisi cho'qim bo'lishi kerak.